Shahrixonda 324 ming aholi yashayotgan joyda masala juda og'ir edi. Shuning uchun men qaror qabul qildim. Shahrixonda yana 100 ta yangi ko'p qavatli uylar quramiz. Bu Andijon tarixida revolyutsion qadam bo'ladi. Shahrixonliklar ham yaxshi yashashga haqqi bor. Bugun Andijon viloyatidagi joy nomlaridan biri Shahrixon nomini kelib chiqish tarixi bilan tanishtiraman. Shahrixon Andijon viloyatidagi aholisi eng ko'p tumanlardan biri hisoblanadi. Shahrixon nomini kelib chiqish tarixiga keladigan bo'lsak, toponim to'g'risida quyidagi taxminiy mulohazalar bor. Birinchisi, o'sha yerda yashovchilarning tushuntirishlaricha, bu toponim xonga atalgan shahar nomi Shahrixon degani. Ikkinchi ma'nosi esa Amir Umarxon o'z hukmronligi davrida mahbuslar ko'payganligi uchun noqulay sharoitdan chiqish maqsadida Qo'qon bilan Andijon o'rtasida 1814-1815 yillarda bir qishloqni vujudga keltirib, Dorulamon, ozodlik eshigi deb atagan. Bu qishloq tez o'zgarib ketgani va shahar holatiga kirib borayotgani uchun keyinchalik Shahrixon deyishgan.